Tasavvur qiling, siz o'qituvchisiz va darsga kirishingiz kerak. Ammo kim bilandir etishib qolgansiz va kayfiyatingiz yo'q, ammo darsga kirishingiz muhim. Bunda qanday yo'l tutishimiz kerak? Bilasizmi? Bu holatimiz bizni darsimizga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bumerang. Biz darsga kirdik, nimani bersak shuni olamiz. Shunaqa kayfiyatim yo'q deb kiradigan bo'lsangiz, o'quvchilar ham shu darsda shunaqa kayfiyatim bo'lmaydi degan pozitsiyada o'tirishadi. Menimchalik bu sizga muhim emas. Shunday ekan, biz darsga kirayotganimizda o'qituvchining maskasini kiyib olishimiz va hamisha mana shu jozibamiz va kulguyimiz bilan kayfiyatimiz ko'tarinki holda kirishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Niyat qilamiz. Men hozir darsga kiraman va zo'r darsimni o'tib chiqaman. Qolaversa kayfiyatim 100% ko'tariladi deb niyat qilib darsga kiramiz va ishoning darsingiz eng zo'r dars bo'ladi. Farzandlar, bolalaringizni, o'quvchilaringizning kayfiyati 100% bo'ladi va darsdan chiqib ketayotganda ustoz rahmat kattakon, boringizga shukr degan so'zni eshitasiz.